Robbing kim? Robbim Alloh. Dining qaysi? Dinim islom. Bu 7 kalimani yodlasa, u odam Allohning nazdida ulug' bo'ladi. Alloh uning gunohlarini kechiradi. Alloh uning gunohlarini kechiradi. Agarchi uning gunohlari dengizning ko'pigidek bo'lsa ham. Birinchisi, Millating qaysi? har ishni bismillah bilan boshlasa. Kimning mazhabidansan? Har narsani qilib bo'lgandan keyin Do'stlaring kim? alhamdulillah deyish. Do'stlarim Uchinchisi, chaqirganlar. agar Ular tiliga kimlar? ozmi ko'pmi Abu Bakr lag'v Siddiq, kelsa yoki Hazrati yomon Umar, Hazrati Usmon, Hazrati Ali. Qachondan beri musulmonsan? Al-Musoqdan beri. Alloh taolo ruhimizni yaratib, ulardan va'da olgan kun. E'tiqoding qaysi? Ahli sunna val jamoa e'tiqodi. Kimni yaxshi ko'rasan? Alloh taoloni, Undan keyinchi? payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni, Undan keyinchi?